Bismillahirrahmanirrahim. Sura Jin. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ey Muhammad, qavminga aytqinki, bir qancha nafar jinning mandin Qur'on tingshab iymon aytqanligi menga vahyi qilindi. Ular qavmiga qaytib borgandan keyin aytdi: Biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni haqiqatan angladik. Yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Uningga iymon aytdik. Parvardigorimizga hech kimni sherik keltirmaymiz. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Parvardigorimizning azmati kattadir. Xotini va bolasi yo'qdir. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Bizning oramizdagi ahmaq, ya'ni iblis Allohga va uning kattaligiga naloyiq so'zlarni qildi. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Biz insonlar va jinlar Allohga yolg'onni chaplamaydi deb o'ylagan edik. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. İnsanlardan ba'zi kishilar jinlardan bo'lgan ba'zi kishilarga seg'inatdi. Shuning bilan jinlar texmu takabburlashib ketdi. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Ular, ya'ni insonning kuffarlari, sizlarga o'xshash Alloh hech odamni o'lgandan keyin tirildirmaydi deb gumon qildi. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Jinlar aytdi: Biz osmon ahlining so'zlarini tingshash uchun osmonga chiqishni tiladik. Osmonning kuchlik muhofizachilar, ya'ni farishtalar bilan va ko'ydirguchi yulduzlar bilan to'lib ketganligini bayqidik. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Biz hamisha o'g'riliqcha tingshash uchun osmonning o'ltirishga bo'ladigan joylarida o'ltiratdik. Kimki amdi o'g'riliqcha anglashga urinadigan, uni ko'zitib turgan ko'ydirguchi yulduzlarni bayqaydi. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Biz jinlar jamoasi zemindagilarga yomonlik iroda qilindimi yoki Parvardigori ularga yaxshilik iroda qildimi? Bilmaymiz. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. Bizning ichimizda yaxshilarmi va uningdan töven turadiganlarmi bor. Biz turli yo'llarga bo'lindik. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. Biz jazman ishondikki, Allohni o'z irodasini ishga oshirishdan hargiz ojiz qilolmaymiz.
uning azobidanmi qechib qutulolmaymiz. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Biz hidoyatni, ya'ni Qur'onni anglagan cheg'imizda uningga iymon keltirdik. Kimki Parvardigoriga iymon aytadigan, yaxshiliklarining kemiyib ketishidan va yomonliklarining orttirilib zulm qilinishidan qo'rqmaydi. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Bizden musulmonlar va haq yo'ldan chiqquvchilarmi bor. Musulmon bo'lganlar to'g'ri yo'lni izdigan bo'ladi. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. To'g'ri yo'ldan chiqquvchilar jahannamga o'tin bo'ladi. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. Agar ular, ya'ni Makka kuffarlari to'g'ri yo'lda bo'lsa edi, ularni sinash uchun mo'l yomg'ir yog'dirib beratdik. Ya'ni rizqini keng qilib beratdik. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Kimki Parvardigorining zikridan, ya'ni Allohning toat ibodatidan yuz o'riydigan, Allah uni qattiq azobga duchor qiladi. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Masjidlar Allohga xosdir. Allohga qo'shib hech kimga ibodat qilmanglar. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Allah'ның bendisi, yani Muhammed aleyhisselam Allah'a ibadet kılışqı turganda, Kur'an tınşaş üçün jillar oluşup, onu besip ilişqa taz qalıdı. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Ey Muhammed! Diningdin yenip ketişingni talab qilgan bu kuffarlarga aytqin ki, Parvardigorimga ibodat qilaman. Uningga hech ahadini sherik keltirmayman. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. Aytqin ki, men sizlarga foyda ziyon yetkazishga qodir bo'lolmayman. Buningga faqat Alloh qodir bo'lalaydi. قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Aytqin ki, agar men Allohga osiy bo'lsam, meni Allohning azobidan hech kishi qutqizolmaydi. Allohdan boshqa hech panohgohmi topolmayman. Shundoq turuqliq, men sizlarning talabinglarni qandoq qabul qila olayman? إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Men faqat sizlarga Allohning elchiligini yetkazishga qodirman. Kimki Allohga va uning payg'ambariga osiylik qiladigan, ya'ni kimki Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladigan, Allohga muloqot bo'lishga ishonmaydigan, Allohning oyatlariga quloq selishdan yuz o'riydigan, u do'zax azobiga duchor bo'ladi. Do'zaxda mangu qoladi.
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Ular, yani müşriklar agahlandırılgan azapni ko'rgan chog'da kimning yordamchisi ojiz va soni oz ekanligini biladi. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarga agahlandırılgan azap yaqinmi yoki Parvardigorim uningga uzoq vaqt tayin qilamdi? Uqmayman. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. Allah g'aybni bilguchidir. O'zining g'aybidan hech bir odamni xabardor qilmaydi. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Faqat Allah o'zi mamnun bo'lgan payg'ambarga ba'zi g'aybni bildiradi. Uning oldiga va orqasiga ko'zatchi farishta selib qo'yadi. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Bu Allah'ның, uning, yani payg'ambarning Allah'ның elçiligini yetkizganligini bilib turishi uchundir. Allah ularning so'z harakatlarini to'liq bilguchidir. Har shay'ining sonini to'liq egalligichidir.